Hammalarga xayrli kech. 4-iyul 15:01da Toshkentda shunaqa sel quyyapti. Bunaqa yomg'irni esimni taniganimdan beri ko'rmaganman. Ya'ni 35 yil, 40 yildan beri yoz 2-oyi iyul oyida hecham yomg'ir yoqqanini ko'rmagan ekanman. Yomg'irlarning hisobiga Toshkentdagi havo ham bu yil yaxshi bo'lyapti, chang-to'zon kamroq. Bunaqa yomg'ir yog'ib tursa agarda Toshkent menimcha ko'klamzor bo'lib ketsa kerak, daraxtlar hamma joyga yashnobod bo'lib ketsa kerak menimcha. Jahon chempionati bo'lyapti, Avstraliya bilan Misr bir-bir o'ynashyapti. Kuninglar xayrli o'tsin, yomg'irni tomosha qilinglar.